Haligi aka, bilasiz, turmush o'rtog'im va aka-ukalari ko'pchilik bo'lib bitta hovlida turamiz hammamiz. Shunga kuyovingiz bilan ozroq yiqqan pulimiz bor edi. Bir xonali dom bo'lsa ham olib chiqib ketaylik deyotgandik. Yaxshi-ku. Shunga ozroq pul yetmayotgandi. Hozir sizda vaziyatingiz qanaqa? 2000 berib turasizlarmi deb. Seni bilasan, menda bo'lsa sendan jonim demayapman. Lekin hozir ozgina ishlarim yurishmay turibdi. Uy ham bir gap bo'la ol, bir bola qilarimizda. Beramiz. O'sha 2000 ni beramiz. Beramiz dadasi. O'zingizni singlingiz begona emas har holda. Oling, oshga qarang, beramiz opajon. Oling. Qani? Oling. Och. Sen yeb tur-a? Oling. Tinchlikmi? Tur. Hozir. Yeb turing opajon, hozir. Xo'p. Bekor aytdim-da. Urushib qolishmasa bo'ldi endi. Opajon, bizda ham hozir 2000 chiqmas ekanda. Voy, nega xijolat bo'lasiz? Mayli, o'zim ham men xijolatda so'radim. Bo'lmasa jon deb berardik opajon. Uzr endi. Mayli opa, ne xijolat bo'lasiz? Shunaqa vaziyat ham bo'lib turadi. Endi biz ham to'g'ri tushun. Biz senga 2000 dollar bera olmasak ham er xotin yaxshi niyat topib qo'ygan. 2 xonali domni kalitini bersam maylimi? Aka, Hozir yig'lasang uraman. Yig'lasang uraman aytib qo'y. aka, Ol, iltimos. Oling. Iltimos. hazillashyapsizmi aka? Ol. Meni kechir seni. Rahmat aka. Senga nima xizmat bo'lsa doim tayyorman. O'zim jigar. Yaxshi ham borsiz aka, rahmat. Men nodonni kechir. Seni bitta duo qil. Aka, Seni yoshlikdagi menga qilgan duolaring ijobat bo'ladi, bilasanmi? Bitta duo qil. Qani? Chiqib duo bilamiding? Ilohim mana shu uylarda ering bilan qo'sha qarab farzandlaringni baxt kamol ko'rib yururgin. Doim aka deb kelganda men labbay deb seni qarshi olayman. Kelishdingmi? Allohu akbar. Bo'ldimi endi? Bo'ldi. Endi menga qovog'ingga solmagin. Qani endi osh yersan? Endi bizni yangi uyda mehmonga chaqirasiz. Oling. Ol. Endi osh deng. Ol. Oling.